Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizdan mana 1105 mini traktorimiz Andijon shahriga, Andijonga chiqib ketyapti mana. Aka 1105 ikkinchisiga keldingiz-a? Aha. Ishlatib mana. Akam ishlatib, foyda qilib mana kelib ikkinchisini olib bemalol jatkalaridan kuniga 2 million 3 million so'm yer haydashlaridan 1 milliongacha topyapman deyapti mana. O'zi ikkinchisiga kelishdi. Optim narxlarda bu ikkinchisini ham chiroyli narxlarda qilib berdik. Akamni o'zi Rishtondan andijonlik tanishiga ikkinchisini olib buni ham peredelka qilib, jatkalarni o'rnatib, moslatib beraman dedi. Hozir mana jatkalari bilan qo'shib olishdi. Manzilimiz shu Qo'qondagi saxiy do'koni. Qo'qonda joylashgan Dang'ara bilan Yangi bozorning o'rtasida. Kimga shunaqa 1105 mini traktorlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Aka, jatkalar peredelkasi chiqib qolsa, telefon qilasiz sizga, nomeringizga qo'yamiz, nomeringizni ham. Mana akam peredelka 1105 ta hozir Liboy joyini peredelka qilib, ag'dan-bag'dan ichidan motorini peredelka qilib berish kerakmi? Korobkasini hamma joyini tushunib, o'zim ustasi bo'lib ketdim uka dedi. Bemalol murojaat qilsalaringiz, jatga bahorga endi sezonda o't o'rish, boshqa ishlar chiqadi. Mana shuni akam moslab ishlatib beryapti. Kimga akamizning nomeri kerak bo'lsa, yozib qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Oldiga jatka o'rnatib berib, frezalarni tushuntirib qo'yaveradi. Bemalol o'zlaringda on berilangda bo'lsa, akam Rishtonlik tanishiga hozir Andijondan kelib akamni ko'rgan ekan, yer haydashlarini ko'rib kelgan ekan. Mana ikkinchisiga kelishdi akamlar. Optim narxlarda, chiroyli narxlarda qilib berdik. Ikkinchisini olib ketishyapti. O'sha yangi partiyamizdan akkumulyatorlari kattasidan radiatorli, o'zi sovutadi, parraylarigacha bor. Suvda antipiris orqali sovuradi. Oldi balonlari 600 ga 500 ga 12 talik, orqa balonlari 600 ga 12 lik. Frezalari mana 10 talik frez pichoqlari bitta tarafida 10 ta, narigi tarafida 10 ta bo'ladi. Mana 20-25 sm bemalol haydaveradi. 120 lik bo'ladi. Ensilari ham mana bemalol bosib, oldiga olsalaring jatkaga bemalol ishlaydi mana shu. Ensilari mana oldiga qo'yib ishlasalaring bo'laveradi. Skorslari 6 ta skorsli bo'ladi. Quyon toshbaqa tezliklarida bo'ladi. Mana jatkalarni ham qo'shib hozir yuklayapmiz. Universal 2 parrakli zubr jatkalarimizni yuklayapmiz. Murojaat qilsalaring jatkamizni ham optim narxlarda qilib beramiz. Bemalol o'zimizda ham ustalar bor, moslab beraveradi. Bu akam o'zim moslab olaman, o'zim moslab beraman deganiga shunday holatda peredelka qilinmagan holatda olib ketyapti. Ikki parrakli almas pichoqli, pechatli pichoqli jatka bo'ladi. Mana YouTuber akamiz ham shu yerda mana. Murojaat qilaverasizlar akalar. Manzilimiz Qo'qonda saxiy do'koni. Boshqa turdagi jatkalarimizdan ham, motobloklarimizdan ham bor mana.